Oiladan chiqqan millionerni ko'plab insonlar eshitgan yoki ko'rgan, lekin siz kambag'al oiladan chiqqan, o'qish uchun hech vaqosi yo'q va bilim olishga chanqoq bo'lgan, millionlab abituriyentlar ichida Hindistonning eng kirish qiyin bo'lgan universitetiga kira olgan naq 30 nafar bola haqida kino olingan bilasizmi? Hindistonning yashash sharoiti qiyin bo'lgan Patna qishlog'ida Anand Kumar ismli aqlli yigit bo'ladi. O'sha qadar ilmga chanqoq ediki, matematik olimlar ishlay olmagan masalalarni ham yechadi va dunyoning eng nufuzli Cambridge universitetiga o'qishga yo'llanma oladi. Ammo moliyaviy holati yomon bo'lganligi uchun o'qishga keta olmaydi. O'shanda u bu imkoniyatlarni boshqa kambag'al bolalar uchun ham berishni istaydi va nochor bo'lgan, turli joylardan bo'lgan 30 ta aqlli bolalarni saralab olib, universitetga bepul tayyorlaydi. Bu bolalar ovqatdan qiynalsa ham, kitoblar yetishmasa ham, og'ir sharoitlarda o'qiydi va millionlab abituriyentlar ichida 30 nafar bolaning hammasi Hindistonning eng nufuzli oliygohiga kiradi. Eng qizig'i, ular institut bitirib chiqqandan so'ng dunyoning eng mashhur Google, Microsoft, Apple va boshqa texnologik kompaniyalarga ishga kirishadi va mamlakatga yirik daromadlar keltiradi. Endi o'zingizga savol bering. Siz shunday qulay sharoitlar mavjud zamonda ilm olib, oilangiz va yaqinlaringizni boy qilish uchun nima xalaqit beryapsiz? Izohlarda bahonalaringizni yozib qoldiring.